ya Resulullah, assalomu alaykum ya Habibulloh, assalomu alaykum ya Nuri Alloh deb shunga qaratib Alloh bir mukofotini bergan ekan. Shu mukofotni har kim bilsa agar Alloh taolo rahmatiga olarkan, bu nurimga Jabroil debdi. Rasululloh bor davrlarda Jabroil deganda yo Rabbim labay deganda borgin meni nurimga durutu muazzamni olib bor debdi. Durutu muazzamni olib bor, uni o'qiydigan tillarga rahmatim bo'lsin degan ekan. Meni nurimga men o'zim durutu muazzam o'qiyim va uni ummatlar ham Muhammadga durutu muazzamni o'qib tursin degan ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin mursalina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil müminina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil mucazzina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil murabbina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin şehidina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin zahidina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin tayyibina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin tekfina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin rakhina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin sebirina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin alemina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin hafizina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin nazarina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin hamidina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin salihina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin rufina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin rahibina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin muvişina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin zekirina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin müstakhirina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin seyyibina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin şehrina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin varisina. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin arabi. Mana endi bu 96 da ekan. 96 durudni Alloh o'zi o'qib qo'yib aytgan ekan. Aytgan ey Jabroil, Muhammadga aytgan, men o'qigan durudni qaysi bandam o'qisa, Muhammadga umrida bir marta o'qib, shuni o'qib yursa, qiyomat kuniga unga huquq beraman. Ajdodlarni qutqarishga Muhammadga durud o'qigani uchun derkan, qaytarilganda. Shuncha o'qib berar ekanda Allohning rahmatiga qarang. Muhammadga durud o'qidi bu deb, mana o'qigan durudni, endi bu 96 ta durud bor-da. 96 ta durudni bu o'qidi deb, hozirgi zamonda yodlab olgan insonlar bo'lsa, qiyomatdan keyin qiyomatda qaysing otangni, onangni yo bobongni, bebingni kimni yaxshi ko'rasan? Qutqarish huquqi berilgan, shafaat qutqarish, o'shani qutqarishni Allohdan so'rab bilarkan. Durudni hurmatiga qara. Qiyomatda qaytib tirilganingda, mana shu durudni hurmati uchun. Qara, ana hozir men o'qidimmi, ketdi Rasulullohga bu. Alloh shunday qaraydi, bu bandam o'qibdi deydi. Mana ota onalar hozir rohatda boshini egib yig'lab, Allohim senga hamd ular bilsin, bizga rohat keldi deydi. Bir durudni o'qiganim uchun o'tib ketganlar. Endi qiyomat kunida ham shu Alloh huquq bergan. Allohning rahmatini cheki yo'q-da. Shu bandam shu durudni men o'qigan edim. Jabroil olib borgan edi. Shu bandam shu durudni o'qigan edi deb rahmatini berar ekanda. Qarang, buning rahmatiga qarang, uning marhamatiga qarang. Qoyil qolmaysanlarmi? Mana shu Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'qib turish, assalotu vassalom alayka ya Rasululloh.
As-salatu vassalam alayka ya nuri Allah. Allah o'zining nurini yosh ko'rdi. Shu dunyoda o'tganlar bizlar salovat o'qiymiz, durudlar o'qiymiz, salomlar beramiz. Tamom. Allohga sajda qilamiz faqat. La ilaha illalloh. Ha bu yerga ziyorat qilganda mana shu yozuvlar qo'ydiki, meni nurim mana shu joyda eshitib o'tiradi. Hozir men uyimda o'qib, shunday qarab shunga o'qisam, ijobat. Bir umra savobini kelib yozib qo'yadi. Endi borib kelish kerak bir marta. Lekin Allohning o'zi va'da bergan. Alloh deb qo'ygan Muhammadni joyi kelib mana shu o'qib turganlar meni nomim bilan as-salatu vassalom salovat berib salom ismiga murojaat qilyapman. Muhammadga salovat salomlar seni yetkazsan Alloh. As-salatu vassalom alayka ya Rasululloh. As-salatu vassalom alayka ya nuri Allah. Senin nuring-ku biz uchun u yig'lab ketdi. Biz uchun sendan so'rab ketdi. Durudlar. Ana Allohumma salli ala Muhammadin sayyidin Yasin. Durud bular hammasi durudlarni o'qish kerak. Mana shu bunga harakat qilinglar. Tiriklarga endi yordam beryapmiz. O'tganlar endi ayb qolmaydi ular. Ular yig'laydi, nimaga o'qimadik deb. Savodsiz bo'lib yashagandan ko'ra yashamagan yaxshi. Savodli bo'lib yashang. Ahmoq, durrak bo'lib yashamang. Aqlingizni joyiga qo'ying, bu dunyoga qiziqmang. Bu dunyoning boyligiga qiziqmang. Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam kim uchun keldilar? Kim uchun ko'z yosh qildilar? Bizni yaxshi ko'rdilar. Farishtalarga ish bilishlari bo'lmadi. Meni ummatlarim kalima salovatlari uchun har bir aytishni xohlayman. Yosinni o'rgansin, taborakni o'rgansin. Quruq kelmasin, Alloh ularni jazolaydi. Yod oling, bir-biringga o'rgat deganlar. Ana o'sha Turkiya podshosi o'rgatib, o'zidan qoldirib qolganlarni ham da'vat qilyapti. O'rgat bolangga. Ey onalar deyapti-da. Mana shu holatda detsat bog'chalarga boshlab O'zbekiston ham menimcha yuksalsa kerak, endi bunday yashamasa kerak. U nodon bo'lib yashamasa kerak. Allohni taniyapti. Ana 6 yil bo'ldi O'zbekiston endi Allohni taniyapti. 6 yil bo'ldi. Jannat do'zaxlar haqida endi bilyapti. Oldin bilmasdi. Qalb qayerda deydi. Qablani kullu ahadan, ba'dan kullu ahadan yabka robbuna yabna kullu shay'in. Qalb deydi, yo'q deydi. Artistlar aytibdi menga. Duoni ham bilmaydi bular. Endi ozgina kirib 4-6 yildan holi unchalik emas. O'sha shaytoniy hiylari bor, oxiratdan bexabar bular. Agar bular hammasini bilsa, menimcha dinga kirsa kerak. Yoshlikda o'rganmaganda. Ana Adicha Magameda yoshlikda o'rganib, arab bolachasini kiyintirib bir quvonib o'tirib olib, mana shunday bolalaringiz bo'lsin. Hamma shunday bola bo'lishini orzu qilinglar. Kerak emas nodon bolalarni katta qilish, beaql bolalarga mol dunyo berish kerak emas. Ey onalar deb Adicha Magamedani kiyintirib, o'qitib qo'ydi. Uni e'tibor qilmaydi o'zbeklar. Shuncha yordam beryapti-da. Allohumma salli ala sayyidi Muhammad adaddama fil millah. Salama salavata davati bidawamil kullah. Jazallahu anna sayyidin Muhammadin adadda fil millah. Salama salavatan davati bidawami mulkillah. Allohim mana shu payg'ambarimiz da'vat qilib keldilar. Mukofotingni oliysini ber. Butunki da'vat qilgan sahobalarga ham, o'tganlarga ham, Rasululloh bilan birgalarga salomi salovatlar, durudlar bilan o'sha yosinlarni yetkazuvlarga ularni ruhini Allohim sen shod ayla. Biz o'qiymiz, sen yetkazguvchi, bizni jonli qilib qo'ygansan. Bir kun tanamazdan bizni ham jonimizni so'rib oladi. Tarasha qilib qo'yadi, qumga qo'shadi, qumga. Mayda qilib qo'shib qo'yaman derkan. Hindlar qo'rqib, o'zini o'zi yoqibdi, shu dunyoda yondiray deb yoqibdi. Alloh aytdi, uni ham tiriltiraman dedi. Yoqamaydi dedi. Yoqadi ular. Uni ham qayta tiriltiraman dedi. Axir men senlarning Rabbing-ku. Yer osmonni yaratganimni ko'rmadingmi? Okean dengizlarni ko'rmayapsanmi? Tog'liklarni ko'rmayapsanmi? Olamlarni ko'rmayapsanmi? Yulduzlarni sen ko'ra olmaysanmi? Men yaratdim. Butun olamlar meni amrim bilan paydo bo'ldi. Quyosh chiqib Ka'baga botishini ko'rmayapsanmi? Yulduzlar Ka'baga ketishini ko'rmayapsanmi deydi. Quyosh, oy, yulduz hammasi Ka'baga qarab sajdaga borar ekan. Ularni ko'rmaykanda buni. Quyosh ham shu yoqqa qarab Ka'baga qarab o'tirdi.
zorlanadi quyosh ham Ka'baga qarab. Xohlagan joyda Ka'bani izlaysiz, quyosh botadigan tarafda Ka'ba. Ka'ba qayerda ekanini oqtarib yurmanglar. Kompas o'tgan zamonda quyosh qayoqqa botsa shu Ka'ba hisoblangan. Ana shunda Ka'ba degan. Quyosh botadigan tarafga ketganlar va Ka'baga borganlar. Bizlar ham hozirgi zamonda ham shu. Hozir kompaslar bu yo'q. Quyosh qayerda o'tiribsan? Shu quyosh qayoqqa botishini bilasan, mana shu Ka'ba. Ka'bani izlab yurib topaman desak, odamlar bir xil adashib qoladi. Kompas ham to'g'ri ko'rsatmaydi. Bilasan, shu uyingga o'tiribsan, aka, quyosh qayoqqa botadi sizlarga? Ana shu yoqqa. Demak, quyosh shu yoqqa sajda qiladi, Ka'ba shu yoqda deb sajdangni qilaver. Xohlagan joyingda. Rossiyada bilasanmi, Amerikada bilasanmi, Hindistonda bilasanmi, quyosh qayoqqa botyapti? Mana shu yerlik Ka'ba bo'ladi. Tushuntirib bildimmi? Baytulloh Ka'baga botadi. Quyosh, oy, yulduzlar faqat Ka'baga sajda qilib, bu yoqdan chiqib shu to qorong'i bo'lguncha Allohga zorlanadi ular ham. Quyosh ham zorlanadi, yulduzlar ham zorlanadi. O'sha butun yulduzlar, butun olam zorlanadi. Oy ham zorlanib Ka'baga qarab cho'kib borib, yettalab yana shu yoqdan chiqadi. Yana Ka'baga botadi. Qiyomatga yaqin Ka'bani ko'targandan keyin quyosh, oy, yulduzlar hayron bo'ladi. Yo Rabbim, Ka'ba yo'q, endi qayoqqa botadi deydi. Orqangga qayt deydi. Orqasiga qaytib ketadi ular. Ka'ba yo'q, Qur'on yo'q. Bu qiyomat alomatlari Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislarini o'qinglar. Alloh